Balam, qo'ylarni ayda. Balam, sen oyoqqa bor. Balam, ola potini. Sen qo'yloq shaqshatib be. Bula balam, bula. Balam, men o'yman qashtiray. Sen qo'yloq obdan qara, ha? Ma'qul dada. Ajabim yerib ketdim. Davomliqni yolg'iz qo'ygan. Kundal nima ish qilasan? O'rmon chaqlaman deb kashkicha o'rmonliqni orlab yurgan. Qanday qilib to'qamsa, xizmatimiz to'g'riqlarni qo'g'dash bo'lgan ekan. Voy. Qara, qoniz turdi. Shundaq. Birasi o'g'liga o'xshamamdi. Shunday o'xshaydi. Bu qanday qatmabdi. O'sa bu nima? E'tiborli hayvonlarimiz ziyonkashlik uchurdimi nima? Yaqinda bu yan jangal qildiganlar ko'payib qoldi. Rost aytsan, pul uchun hammani qiladi bu haqlar. Qara, ovu tarafladim bor ekan. Jira, ber baqayli. Bu bal nereden kelgandi? Tiniq yo'qmi?
Yurak so'qishim to'xtabdi. Tez saqchi xabar qil. Hey, saqchi darsimi? Qaranglar, mana bu noyimizga tava sharqi cho'ng jangalda yaqindan buyon yuz berayotgan g'alit qotillik dilosi. Bu qotil zodi kim? Qotillik qilishga muddaosi nima? Bu hozirgacha aniq emas. Ziyonkashlik uchiruvchilarning hammasi intayin vahshiylarcha o'ldirilgan. Lekin mol chorvalarga qilchi ziyon yetmagan. Ta hozirgacha bu qotilning biror izi va yoki derigimi yo'q. Bu jangal burundan tortib odam qadam bosmaydigan, hech qanday aholi o'ltiraqlashmagan jangal edi. Lekin yaqin yillardan buyon bu jangalga boshqa yerlardan bir turkum chorvachilar kelib o'ltiraqlashishga boshlagan. Shuningdan buyon bu jangalda tuyuqsiz mushundaq o'ltirilgan chorvachilar ko'payyotdi. Ziyonkashlikka uchirganlar asosan mushu jangaldagi chorvachilar va o'rmon soqchilari bo'lib, dastlabda shu yerlik chorvachilar ziyonkashlikka uchirgandan keyin shu deloni tekshirishga borgan yerlik soqchilarmi kayni-kaynidan ziyonkashlikka uchirgan. G'alit yer shuki, ta hozirgacha bu deloga munosabatli hech qanday bir yo'quchi yo'q. Bu ahvol shu atrofdagi chorvachilarga cho'ng bir tahdid bo'lib qolmoqda. Yo'ldoshlar, bu qotil zodi kim? Qotillik qilishga muddaosi nima? Bu ta hozirgacha aniq emas. Ziyonkashlikka uchirganlarning hammasi intayin vahshiylarcha o'ldirilgan. Lekin mol chorvalarga ziyon yetmagan. Yuqoridagilarmi bu deloga alayda ko'ngil bo'layotdi. Shunglashqa bizning bu deloni fosh qilishimiz uchun bir nafar qobil soqchini biz tarafga avatdi. O soqchi alayda qismda tarbiyalangan bo'lib, nurg'un delolarni o'zi muvaffaqiyatlik ham tez fosh qilib, nurg'un qatim munavvar soqchi bo'lib mukofotlangan. Uning keladigan vaqtimi bo'lib qoldi. Doklad, ben yuqorida aytgan saqchi Asqar bo'laman. Qani o'tiring. Yo'ldoshlar, hammanglar bu deloning ahvolidan asosan xabardor bo'lib qoldinglar. Baturjon, siz Boshla. bu qatimqi deloga yo'ldosh Yalqin bilan ishkinglar hamdamda bo'lsizlar. Qandaq? Bu deloga boshqa fikringlar yo'qmi? Yo'q. Undaq bo'lsa, yig'inimiz mushagich bo'lsin. Chiqib tayyorlik qilinglar. Tayyorlik bitdimi? Bitti. Qani, sandiqni ochib. Mana bu sizlarga berilgan qurollar. Obdan tekshirib, topshirib olinglar. Qog'oz lazimatliklar mashina qoldi. Aloqalash qulaylik bo'lsin uchun bu soatni birdan taqib olinglar. Bu qatimqi vazifa to'limi mushkul ham qiyin. Bu jarayonda sizlar bilan aloqalashishga soqchi oliya mas'ul bo'ladi. Bir dona jip mashin tayyorlab qo'ydik. Sizlarga utuq tilayman. Darhol otilinglar. Arlı qancha kilometr? Dilo yuz bergan jangalning orlig'i bu yerdan 80 kilometr bo'ladi. Lekin jangal bak o'l bo'lg'achqa nurg'un joylarni piyoda mengishga to'g'ri keladi. Bundaq jangalda vazifa ijro qilish ham tunji qatimliq. Shundaq, tunji qatimliq. Boshla, siz to'y qilganmi? Nima bu boshliq degan? To'l takalluf qilma. Men to'y qilmadim. Hamisa loyiqingiz bo'ladi. Ba, lekin xizmat aldirachonligida turmush ko'ngil bo'lgidek narki vaqt deysan. Siningchi. Hozir qizlar soqchilar bilan to'y qilishim qolmaydi. Nim deganim o. Chaqchaq qilyapti. U Qatarda to'y qilmoqchi. Vazifa tugagandan keyin to'y shirab ichirganmizda. Albatta. Sencho, to'y qilgansan. Qilganim bor. Turmushim degandek ko'ngillik emas. Nima ish qilaysan? Ayolim xizmatimdan toza rozi emas. Soqchi bo'lganliging uchunmi? Mening uyda bo'ladigan vaqtlarim oz bo'lg'achqa, bolamga va ayolimga degandek ko'ngil bo'lib ketamidi. Shunlashqa ayolim hadislar
Bino bilan so'qishib xizmat almashtirdi, ko'zimga kirib oldi. Nima amal deysa? Lekin men yanada o'z xizmatimni yaxshi ko'raman. Ondaqda ayolingning xafaligi menga tugmaydi-da. Amal qancha deysa? Bak amal bo'lmasa kasbim uchun turmushimda voz kechishim kerak. Sen jimiblik etding-ku. Jangalga barabamayla qo'saqlarim yechib ketdi. Qo'saqil deydi ekansan. Oziq-tuliklarni elib olgansizlar. Elib oldik, to'q ustidan boshqa hammani. Xotirjam bo'ling. Balang necha yosh? 2 yosh. Yo'l tugidi. Endi piyoda bo'lmay amalimiz yo'q. Xarita. Qaranglar. Mana bu bizning turayotgan o'rnimiz. Biz endi nurg'un joylarni piyoda bo'lmay amal yo'q. Başından tushaylik. Yuk taqlarni elib olinglar. Tezroq mangaylik. Yetishmanglar. Tezroq. Avaylanglar. Yalqın avayla. Tezroq manglar. Bu yerga o't ketdimi nima? Yetishmanglar. Ekile, ben götürüp olay.
yer bakni surilgan. Nishonga yana qancha kilometr mangmiz? 5-6 kilometr. Ajab berib ketdimi? Birdam aram olaylikmi? Shunda qilaylik. Kartni gel. Qaranglar. Xartiga qaraganda biz hozir odamsiz rayonga kirib oldik. Bu yer qumliq. Biz borgan jangalga ozlik qoldi. Qo'sharligimizni o'stirib, o'zimizga puxta bo'laylik. Bildinglarmi? Bildik. Yaxshi. Usuzlik yetamdi. Yetidi. Bu joyning jug'rafiyalik yer shaklini sizlar mendan yaxshiroq bilasizlar deyman. Shunda. Qurollarni tekshirib boqaylik. Qurol yo'qtirdi-ku. Nima? Oilam o'sha dedi. Hech qanday bir g'ayri izmi yo'q. Ahvolni idoraga ma'lum qilamdik. Yo'q, bo'lmaydi. Jangalga kelganmaylar qurollarning yo'qligini bilsa, ular bizni yaramaskan demamdi. Juringlar, izlab boqaylik. To'xtanglar. Bu o'rmonlik bak quyuq ekan. Biz hozir qurolsiz qoldik. Böyle bir push izlashimiz lozim. Tushundim. Aloqa soatimizni tekshirib boqaylik. Aloqalash chastotasi to'g'ri bo'lishi kerak. To'g'ri ekan. To'g'ri ekan. Bir ish bo'lsa soat orqali aloqalashimiz. Yo'llaylik. Biror ish bo'lmaganda. Yo'q. Bundaqda Batur, Yalqon, oldinglarmi? Men ipuchi bayqadim. Bu yerda qon izi turdi. Darhol kelinglar. Ishchatoq. Evet. O'rningdan tur. Sen bir ish bo'lmaganda. Ne dur. O'zing tutib ol. U yolg'on. Meras, u yolg'on. U yolg'on aytibdi. Menga ishon Yalqon. Men olvas emas. O'zingni tutib ol.
Ben seni öldürtme. Bıçak ne lan? Nemish bo'ldi? Yetiş yok. Bana gel. Yürü lan. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Diqqat qilib anglanglar. So'zlang. Buningdan bir hafta burun u yerga biz tarafdan avatilgan bir nafar qobil razvedchikimiz yo'qolib ketdi. Yelishimizcha u razvedchikimiz bu dilo to'g'riliq nurg'un materiallarni to'plab, kompyuter nur diskisiga qachlab olgan ekan. Sizlar avval ashu yo'qolib ketgan razvedchikimizni topsanglar, bu diloni aniqlash ko'p osonga tushadi. Rahmat sizga. Hech qisi yo'q, aloqalashib turaylik. Yürü lan. Yürü lan. Kileyle duduk. Kırangla bu kanınızga. Bu kanınızga anca uzun bulmaptı. Ağı tarafdan bak ya. O adam kendimi Qanısını boylab mı aldı? Avaylanla. Bir qarab baqaylik. O'lchi qo'meliga yo'qolib ketgan saqchi. Endi turib baqaylik. Bir narsa bor ekan. Menimcha bu nur diskisi bizni da'vatgan disk bo'lishi mumkin. Menimcha bizni da'vatgan nurg'un ipuchi mushu diskida. To'g'rimi? Menimcha shundoq. Biz buningdagi materiallarni ko'rsakla, hamma ishimiz osonga tushadi. Shundoq. Sen berib mashinadan kompyuterni olib kel. Ma'qul. Qara, bu zot qandoq o'lgandi? Ko'rdingmi? Biror yerda izmi yo'q. Qandoq o'lgandi? Besharlandi. Lanet ish bu. Yotning kayfiyati saqlandi. Shundoq. O biz taraf qarab kelyotdi. Qandoq narsa u?
Tez. Tez bol. Tez. Tez. Tez bol. Tez. Su sekrayli. Sekra. Nima degansiz? Nima bu? Sessiz sukan bu. Kiyimlerim kuruptu. Saatga suv kirib buzilibdi. Meningmi ishlamayotadi? Jura, yalqin topayli. Allah diye dileymen, bir Hudadan dileymen, bir Hudadan dileymen. Hesabı yok benden diyen,
İnsabini tileymen, insabini tileymen. Davabiyem al yarim, Trepçüllerde çal yarim, trepçüllerde çal yarim. Ben musafir sen garip, beni keyninge sal yarim, beni keyninge sal yarim. Adam sorsa, adam sorsa, beni zindan didu derler, beni zindan didu derler. Bir gözü kan, bir gözü yaş, şığlap yattı derler, akşap yattı derler. Almasın. Almasın. Ne bo'ldi? Almasın. Ne bo'ldi? O'zingni besib ol, nima bo'ldi? Almasın. Nima? Olmasdi? Nega olmasdi? Seni qarib esibdi. Bo'ldi. Birdam yetib ol. Hiç ulanmaydı o. Ulan ne olan? Yaxshimisiz? Qani so'zlang. Men Botir bilan askarni topamayapman. Aloqamiz uzilib qoldi. Menga yordam qilib, ulab bergan bo'lsangiz. Bo'ladi, men izlab baqay. Men ularni topamadim. Ularning aloqalash soatidan ko'chil ko'rilgan o'xshaydi. Ularni topgan hamon men sizlarga xabar qilay. Bo'ladi. Yaxshimisizlar? Yolqin sizlarni izlayotdi. Sizlarga nima ish bo'ldi? Soatimiz suv kirib ketgandi. Shundaqmi? Bizga ulab bering. Sizlar nada? Sizlarga nima ish bo'ldi? Yetish yo'q. Qoniz boyad ko'rishaylik. Tez bo'l. Gel, tez bo'l.
Deskin salaylı. Özünüzün parolunu kaldırın. Bu ölüp ketken sakçının toplagan materyalları okşaydı. Şunday, tezda çek. Bayqishimcha, bu alvasti kunduzi ko'rinmas holatda bo'lib, har xil o'zgaraydi ekan. Ajablanarligi shuki, bu alvasti menga biror qatim uchrab boqmadi. Yerlik malchilarning yig'ilishimcha, bu alvasti har haftaning ma'lum bir kechasi mush suratdagi oltiga qaytib, sharq tarafdagi qadimiy qabristonlikqa bordi ekan. Dal shu vaqtda alvastini o'ldirish eng muvofiq chora. Lekin men bu kunning zodi qaysi kun ekanligini faqat bilamadim. Bu kun zodi qaysi kundi? Bu gün zaten qaysi kundi? Tapdi. Dam elish kuni. Yakshanba kuni ekan-da. Meningcha, unda qamasda qiladi. Biz jasadni yana bir qatim tekshirib, bu qadimiy qabristonlikni topaylik. Yuringlar. Tepsini aktarıp bakayım. İşim yo'qda. Namazdi. Sellemine joyiga kelib qarabim. Men sellemni o'ldirdim. Tez qochadi, tez. Tez bol. Qassamlarni bekor. Men sizlarni o'ldirdim. Kechib qutulolmaysizlar. Tez bol. Tez. Bu qandoq ya? O yo'q, ne ketganda? Batur, sen nerede? O'zimni bilmayman. Men bir qorong'iga so'ngib qoldim. Qanday qilib kirib qolding? Bu alvastining hiyilisi o'xshaydi. Ko'z oldimda bir nur paydo bo'lib kirib qoldi. Sana qanday yordam kerak? Sen darhol qabristonlikni tepib alvastini tezroq o'ldirgin. Ondan meni qutqizib olaysan. Tez bo'l. Bo'ladi. Men o qabristonlikni tepib seni chuqur qutqizib Meni kechirgin. Sana yordam qilamidi? hech qisi yo'q. Bu etrafda odam bor o'xshaydi. Oy yigit, to'xtang! Oy yigit! Oy to'xtab turing! Oy yigit, to'xtab turing!
Ay yigit to'xtang! Yigit, menga yordam qilgan bo'lsangiz. Qanday yordam lozim? Mushu tarafda bir qadimiy qabristonlik bor deb angladim. Aras. Kun chiqish tarafda bir qadimiy qabristonlik bor deb angladim. Meni u yerga olib qo'ya olasizmi? Men bir soqchi, vazifa ijro qilyapman. O'tnib qolay. Meni olib qo'ygan bo'lsangiz. U yerda xatarlik. Xatarlik bo'lsin borman. Amsi bo'pti. Rahmat. Şonda adam davamlı aş tarafta qadimiy qabristonlikning borlig'ini bizga deb beradi. Lekin qattiq bormasligimizni aytgan. U ya'ni Olvosning qabrisi deb ataydi ekan. Sizni mushayicha olib qo'ya olayman. Bo'ladi. Rahmat sizga yigit. Qarang, oldimizdagi ov do'nglikni o'singizla sizga qabristonlik yetib bora olasiz. Undaqda yaxshi yigit. Rahmat sizga. Hech qisi yo'q. Xo'shamsa, omon bo'ling. Xo'sh. Xo'sh. Qabriston shumi? Bu joy nim degan surat.
Meni kirgizivat. Tez bol ishkini aç. Meni kirgizivat. Bu yaqin ovozi. Meni qutqizib ol. Ishkini ochqin. Meni qutqizib ol. U yiqilgani bilan o'lmaga o'xshamamdi. Ishkini açsam qandoq bo'ladi? Vay kulum. İşkini aç. Vay kulağım.
Zaharli suv. Bugungi charlash vazifamiz tugadi. Endi punktga qaytaylik. Qara. Bu nimaning izidir? Nima degan yo'g'oniz bu? Bu texi yangi iskan. Texi ko'milib ketmabdi. Qara, o yoqda odam turdi. Qara taqay. Un punktga qaraylik. Tez bo'l. Avayla. Astaraq. Astaraq. Uning suv ichirib baqaylik. Hey. Uşaq geldi.
ko'zini ochdi. Yo'layli. Bu qayyer? O'rmon muhofazat punkti. Men bu yerga qandoq kelib qoldim? Sizni biz yeb keldik. Nima bo'ldingiz? Qizib qolibsiz-ku. Zaharlik. O zaharlangan o'xshaydi. Tez berib do'rab kel. Ma'qul, hozirla baray. Kelim qichishib ketyapti. Yetib aramayli bela. U hozirlik keladi. Yaxshi aramaylar. Meni ko'gim keldimi? O'g'lim ishkinlanib, bakim ko'gim keldi. Bu qadimgi vazifa tugagandan keyin sizlar bilan birga bo'laman. O'g'lim ishkinladi. Hargiz ayrilmayman. Endi sening bilan so'qishib o'tirmayman. Doğru içi verin. Astırak. Avayla. Astırak. Yaxşı bo'lib qoldingizmi? Yaxshi bo'lib qoldim. Yürəyli. Siz saqchimi? Siz bu chatjangal qandoq bo'lib kelib qoldingiz? Mening muhim vazifam bor. Men maqmasam bo'lmaydi. Lekin siz tix yaxshi bo'la olmagan tursingiz. Sizlarga ko'p rahmat. Xo'sh endi. Hey. Bu qandoq bo'g'ini bu? Yana bir ikki kun dam olsangiz bo'ladi. Bo'ldi. Mendan asirmanglar. Xo'sh. Hey, o bu yer neymiş bilen kelgan? Men muhmido. Muhim vazifam bor deydi-ku. Neymiş ya bu?
Meni qo'yib Yay! Asqar, sen qayerda? Men sharq tarafdagi jangalda. Ben tılsımdan ahır qutuldim. Rahmet sana. Hechqisi yo'q, Batur. Vazifa to'liq tamomlandi. Sen tezroq qaytib kel. Saqlab tur, hozirla borman. Balam, ishga chiqib qolsan, tezroq bo'l. Meni bir hafta dam olish quvvati yopa. Olvastini o'ltirmanda necha kundirlar chiroyim o'zgarib ketibdi.
Qutuldim deb atamsan. Mendan hargiz qochib qutulolmaysan. Yakından böyle bir şey olacak. Janjalda işlerden Asafçı senede. Asafçı Asafçı senede. Senede. Ben vazifeni hazırlık tügettim, izahçı. Ben toprak yükleyince Asafçı. Cangalda. Cangalda. Vazifeni hazırlık tügettim, izahçı. İyi de. Beni bir küçüversin.